Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlarimiz. Mana bugun 5-fevral haftaning payshanba sanasida Omad biznes jamoasi ijtimoiy tarmoqdagi qisqa muddatli to'xtovdan so'ng yana o'z ish faoliyatini boshladi. Xo'p, hurmatli xaridorlarimiz, bugun sizlar bilan ishxonamizga bo'layotgan yangiliklarni, kirib kelgan yangi yuklarni va ishxonamizda bor mahsulotlarni narxlari bilan Xudo xohlasa bittama-bitta tanishamiz. Xo'p, ishxonamizga kirib kelishingiz bilan sizni birinchi o'rinda mana yangi yuklarimiz kutib oladi. 37lik 4 metrlik zavod taxti toza sasna holati. 8, 9, 11, 14 razmerlari bor. Holatlari toza sasna. Hammasi chorqira, hammasi maydabtaq. Razmerlari to'liq chiqadi, Xudo xohlasa. Begarbil sort. Bunaqa garbili ham bo'lmaydi. Hop, bizda birinchi razmeri 9ligi. Hop, razmeri 3.7 ga kelgan, 4 ko'rsatadi. Metr qo'ysangiz 4 ko'rsatadi, 3.7 ga kelgan. Bu 9ligi eng hadovoy lagalarimizdan bittasi. Holati toza sasna, mana ko'rishlaring mumkin. Hammasi maydabtaq. Bir donasining narxi 57 ming so'm chiqyapti. 4 ga 9, 4 metrlik sasna. Hop, bundan keyingi razmeri 11lik. Bu ham 3.7 ga kelgan. Razmeri to'liq 4 ko'rsatadi, Xudo xohlasa. Yonimda metr yo'q ekan, qo'yib berardim. To'g'ri tushunasizlar. Hop. Bo'ldi, hop aka. Hop, qalinligi 4 ko'rsatadi, 11lik, uzunligi 4 metr, holati toza sasna buni ham. Bu razmerimizni bir donasi 69 ming so'mga chiqyapti. Ko'rishlaring mumkin mana. Xudo xohlasa istalgan hajmda topiladi. Olib ketib foydalanaman degan akalarimiz uchun ham Xudo xohlasa bog'lansalaring, gaplashaveramiz. Bundan keyingi eng hadovoy va eng asosiy razmerlarimizdan bittasi 14lik. Mana yo'llarini ko'rishlaring mumkin. Qalinligi 3.7 ga kelgan, 4 ko'rsatadi. Yana to'liq 14 chiqadi, zavod taxtasi. Bu razmerimizni bir donasi 88,5 ming so'm chiqadi. 4 ga 14, 4 metrlik. Mana shu o'rnida bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Ko'p akalarimiz telefon qilishadi. Menga 4 ga 14 tarafilarning narxini ayting deyshadi. Men 4lik so'rayotganlar uchun to'liq mana bu 4 ga 14 ni narxini aytaman. Deylik 90 ming so'm baho aytsam, bo'ldi xo'p deyshadi. Bozorga telefon qilishadi. Narx solishtirgani, bozorga telefon qilib 4 ga 14 tarafilar so'rasa, bozorga xaridor 3.2 ga 14 lik narsani 4 ga 14 narxini aytadi. Chunki o'zlaring bilasizlar, 3.2 ga 4 deb aytiladi. Borib metr qo'ygandan keyin umuman boshqa narsa bo'lib chiqadi. Aytilishida shunaqa bo'ladi. Shu narsaga e'tibor berib qo'yasizlar. Bizda so'ralgan razmerda o'zi aytiladi. 4 ga 14, 4 ga 14, 4 ga 14, 4 ga 14 deyiladi. 3.5 ga 14, 3.5 ga 14 deyiladi. Bu 4 ga 14 bir donasi 88,5 ming chiqadi. Xuddi shuni 3.5 ligi bor. Uni 76 ming so'm berdik. Hop. Endi ba'da biza bugun yangi tushayotgan razmerimiz bor. 6 metrli, 4 metrli, 5 metrli zavod listoylarimiz kelgan. Mana to'liq 5 ga 20si. Taxtani sifatini ko'rib o'zlaring baho berishlaring mumkin. Qalinligi to'liq 5, endi to'liq 20, uzunligi 6 metr listoy. Mana xuddi shuni 5 metrligi. Hozir tushirishni boshladik. Tushirish ekani 4 metr. Zavod taxtasi umuman garib bo'lmaydi. Mana buni narx chiqishi bilan Xudo xohlasa video qilib qo'yaveramiz. Mana shunaqa. Buni yonida yangilik razmerimiz 3.1lik. Qalini 3.1 ga kelgan, 3.3 ko'rsatadi. 6 metrlik toza sasna starapila. Aralash sorti yo'q, holatlari toza sasna. Bu ham yangilik razmerimiz. Sekin havolasi mana bahor kelyapti. Xudo xohlasa tom yopaman deganlar uchun eng zo'r variantlardan bittasi 3.1 ga 12,5, 6 metrlik. Bu razmerimizni bir donasi 102 ming so'm chiqadi. Metr qo'ysangiz 12,5 chiqadi razmeri to'liq. Xo'p, men asosiy razmerlarni tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda boshqa razmerlarimiz bor. Bularga ozroq qolgan. 4 ga 11, 4 ga 9, uzunligi 6 metr. Mana bu yerda 3.5 ga 14, 6 metrlik starapilamiz bor. Buni ham holati sasna. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi maydabtaq, deyarli begar bir sort. Bu razmerimiz ham uzunligi 6 metr. Hozir narxini hisoblab beraman. Bu razmerimizni bir donasi 116 ming so'm chiqar ekan. To'liq 3.5 ga 14, 6 metrlik sasna.
Xo'p, bizda keyingi mahsulotimiz 4 metrlik to'sin. Qalinligi to'liq 4, bag'i to'liq 17 sm, metr qo'ysangiz to'liq chiqadi. Bu ham maydabtoq degar bir sort bo'ladi. Hozir orqasiga o'tib ko'rsataman. Mana orqalarini ham ko'rishingiz mumkin. Holatlari bexijolat, quruq, eshilmagan, qayrilmagan, garbul toqlari yo'q hisob xohlasa. Bu razmerimizni bir donasi 130 ming so'm chiqadi. 4 ga 17, 4 metrli listovay. Xuddi shuni bag'da mana orqada 20 ligi ham bor. Bu razmerimizni qalinligi to'liq 4, eni 20 sm, uzunligi 4 metr. Holati listovay. Bu ham begarbul maydabtoq sort. Bu razmerimizni bir donasi 152 ming so'm chiqyapti. Hozir tushayotgan yukimizni mana 5 metrlik dilimi, o'shini bitta oldingi vagonimiz ham bor. Qalinligi to'liq 5, yana to'liq 20, uzunligi 5 metr. Holati listovay. Eng kamyob, topilishi qiyin bo'lgan razmerlardan bittasi. Teray to'sinning o'rniga eng zo'r variant. Hammasi chorqirra, обрезной. Garbillari bo'lmaydi, xudo xohlasa. Xo'p, bundan keyin Ba'da poltaxtalarimiz bor. Sizlarga ko'p vaqtlaringni olmasligim uchun uni keyingi videolarda tanishtirib o'taman. Ishxonamizda bitta to'sinlar bas, bundan tashqari poltaxta, patolochniy reka, 6 metrli shifr reka, 1.8, 2li, 2,5li, 3 metrli, 4 metrli istalgan razmerli poltaxtani topishingiz mumkin. Bu masalan 3 metrli poltaxtamiz, ba'da 2 qarinda 2 sm, 4 metrli poltaxtalar bor. Mana ba'larni ham ko'rsataman. Xudo xohlasa, istalgan razmerdagi rekani ham o'zimiz chiqarib beraveramiz. O'zimizda stanoylar bor. Bitta shifr reka chiqarishyapti, bu yerda ham shifr reka chiqadi. Mana yoqda mana lagalilar bor. 4 metrlik listovay, qalinligi to'liq 4, eni to'liq 9 sm, uzunligi 4 metr. Ko'rishlaring mumkin. Listovay holatlari bexijolat, quruq. Eng zo'r lagalardan bittasi, chorchi murlatgan bo'laveradi. Hammasi maydabtoq. Buni ham garbul yo'q, eshilgan, qayrilgani yo'q. Bu razmerimizni bir donasi 63 ming so'm chiqadi. Mana yerda dimovka taxti ham bor, 4 metrli 2 ga 7, tunkan tagiga eng zo'r variant. Bu razmerimizni bir donasi 25 ming so'm chiqadi. 2 ga 7, 4 metrli. Toza sasna. Ba'da 4 metrli 11li starapilamiz mana. Donasi 58 ming chiqyapti, adashmasam. 3,5 ga 11, 4 metrli. Bu yerda yana listovay kutaveradi bizni. Qalinligi to'liq 4 sm, yana 11 sm, uzunligi 4 metr. Bu ham listovay, bu ham eng zo'r lagalardan bittasi. Bu razmerimizni bir donasi, hozir hisoblab beraman. 4 ga 11 to'liq 4 metrli. 78 ming so'm chiqargan bir donasi. Qalinligi to'liq 4 metr qo'yib ko'raverasiz. Aytayotgan narxlarim, xudo xohlasa bugun mana 5-fevral bo'lsa, 5-fevral uchun mabodo siz deylik 10-fevralda telefon qilishingiz mumkin. Balki ertaga, balki bir oydan keyin telefon qilgan paytingiz mabodo 1000 so'm tepaga, yo'qsa 1000 so'm pastga o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin. To'g'ri tushunasiz. Aytayotgan narxim bugungi narx uchun o'zgarib ham ketmasa kerak-ku. Xo'p, biz ishxonamizda bundan tashqari dekor plus mahsulotlarini ham topishingiz mumkin. Parketlar bor. Ko'chada do'konimiz bor. Hozir olib chiqib, hali ham sizga ko'rsataman. Yangiliklar qo'shilgan turli xildagi tekstolet, bambuk panellar bor. 3 xil razmerda o'zbeklar bor. Shifrimiz bor, bazalit, forus, knaf, vero gipsokartonlari bor. DVPlar bor. Demoqchiman, bitta qurilish uchun ishda bitkisda bo'ladigan hamma narsa bor mana bu yerda. Plaketda ham bor. To'sin, reka, starapila, laga, poltaxta, parket, dekor, laminat, dekor plast, istalgan barcha turdagi yog'och mahsulotlari, mana gipsokartonlar bor. Eshitga chiqsangiz, bundaqa do'konimiz ham bor. Bu ham o'zimiz do'kon. Bu do'kondan ham istalgan kamchilikni topsa bo'ladi. Dekor plastlar bor, turli xil laminatlar bor. Demoqchiman, kelsangiz bittada ishingiz bitib ketadi. Taxtani bu yerdan olib, boshqa material uchun dekor plast kerak bo'lsa, masalan, bozorga borib, ovoragarchilik bo'lmaydi. Hech qanaqa, xudo xohlasa, hamma mahsulotlarimiz o'zimizda bor. Bundan tashqari, shurupmoqdan tortib, santexnika mahsulotlargacha bor. Hamma yo'q, xudo xohlasa, birdaniga topiladi.
Xo'p, hurmatli xaridorlarimiz, ko'p vaqtlaringni olmayman. Bizi manzilimiz, to'g'rishunos, ko'p gapirganimga tillarim salkashib ketdi. Bizi manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida Kallaxo'rda joylashgan. Nomerlarni yozib qo'yaman. Bexijolat bog'lansalaring bo'ladi. Aytgan razmerlarim to'liq razmerlar, narxlari Optimga chiqargan narxi. Ko'pchilik aytadi, Optimga faqat katta hajmda olinsagina berishadi deb o'ylashadi. Yo'q, unaqa emas. Siz donosiz ham, mana shu topda hammasini olaman desangiz ham, eng optim narxlarda biz sizga qilib beramiz. Kelishgan holatda yetkazib beramiz. Hop, ishlaringiz rivoj, kasb kamolatlaringga baraka bersin. Allohim kunlaringni xayrli qilsin. Biz sizlarni ishxonamizda kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.